Assalomu alaykum hurmatlilar bilan. Bugun sizlar bilan peritoneal bo'shliq hamda qorin bo'shlig'ida joylashgan qizilo'ngachning abdominal qismi hamda oshqozon haqida gaplashamiz. Unda biz reja asosida birinchi peritoneal bo'shliqni hosil bo'lishi va uning qismlari haqida to'xtalamiz hamda qizilo'ngachning qorin bo'shlig'ida joylashgan pars abdominalis qismini hamda oshqozon haqida to'liq ma'lumot to'xtalib o'tamiz. Peritoneal bo'shliq o'zi nima degani? Bu qorin pardaning parietal va visseral varaqlari orasidagi potensial bo'shliq bo'lib, namlovchi suyuqlik yupqa qatlam hisobida visseral qavatning erkin harakatini ta'minlab beradi. Bu degani nima degani? Biz oldingi mavzularimizda gapirib o'tganimizdek, ko'krak qafasidagi o'pkani ustidan qoplab turuvchi plevra varaqlari ham hamda yurakning ustidan qoplab turuvchi perikard varaqlari ham ikki xil bo'lar edi. Parietal va visseral. Demak, bugungi mavzuyimizda qorin bo'shlig'i ham parietal va visseral qorin parda bilan o'ralgan bo'ladi. Parietal qorin parda qorin bo'shlig'ining devorlarini o'rab turgan bo'lsa, visseral parda qorin bo'shlig'ining ichida joylashgan a'zolarni o'rab turgan bo'ladi. Erkaklarda bu qorin bo'shlig'i to'liq yopiq holatda bo'ladi. Ammo ayollarda esa bachadon naylari va bachadon qin orqali tashqi muhitga nisbiy bog'langan holatda ochiq bo'ladi. Qorin bo'shlig'i, ya'ni peritoneal bo'shliq kichik va katta qopchalardan tashkil topgan bo'ladi. Buni tushunishimiz uchun qorin bo'shlig'ini bitta katta bo'shliq desak, bu bo'shliq ikkiga bo'lingan ekan. Kichkina qopcha va katta qopchaga. Klinik yondashuvga to'xtaladigan bo'lsak, laparosentez degani nima degani? Bu so'zning lug'aviy ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, laparo degani qorin degani, sintezis degani teshib suyuqligidan namuna olish degani. Bemor o'tirgan yoki gavdasini tik turgan holatda ushbu amaliyot bajariladi va qorin bo'shlig'idagi suyuqlikdan namuna olish yoki o'sha suyuqlikning chiqishi uchun drenaj maqsadida 4-5 sm igna kiritish orqali amalga oshiriladi. Ushbu amaliyot ikkita joyda amalga oshirish mumkin. Birinchisi Mak-Burner nuqtasidan lateral tomondan yoki kindikdan 2 sm pastidan amalga oshiriladi. Chunki aynan ushbu nuqtalar bizni amaliyot bajarishimizda qorin devorida joylashgan qon tomirlarini va boshqa a'zolarni eng kam zarar tekkizishi mumkin bo'ladi. Mana bu sxema, rasm odamning sagittal kesmasi bo'yicha ko'rsatilgan sxematik rasm bo'lib, ushbu rasmda mana bu joyda qorinning old devori tasvirlangan. Mana bu qizil rang esa ko'krak qafasi bilan qorin bo'shlig'ini ajratib turuvchi diafragma hisoblanadi. Pastda esa chanoq bilan ajralib turadi. Demak, mana shu sohani biz bugun darsimizda qorin bo'shlig'i deb gapirib o'tamiz. Endi bu yerda qorin bo'shlig'ida o'rab turgan qorin parda, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikki xil rangda ko'rsatilgan. Mana bu birinchisi qorin pardaning ko'k rangda ko'rsatilgan qismining ichi, bu kichik qopcha deb ataladi. Yashil rangda ko'rsatilgan qorin pardaning chegarasini ko'radigan bo'lsak, bu ko'k rangdagi chegaradan biroz kattaroq ekanligi yaqqol namoyon bo'lyapti. Mana bu esa qorin bo'shlig'ining katta qopchasi hisoblanadi. Endi bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu a'zoyimiz jigar, jigardan mana bu a'zoyimiz oshqozon, oshqozon o'rtasida tortilingan qorin pardaning varaqlari birlashib kichik chavrini hosil qiladi. Aynan mana shu kichik chavrida kichik qopcha bilan katta qopchani bog'lab turuvchi yagona teshik foramen epiploikum, ya'ni epiploik teshik joylashgan bo'ladi. Kichik va katta qopchalarda bir nechta cho'ntakchalar mavjud bo'ladi. Bu cho'ntakchalarni klinik tibbiyotda jarrohlik amaliyotida muhim vazifalari bor. Buni birozdan keyin to'xtalib o'tamiz. Oshqozondan yog'on ichakning ko'ndalang chambar ichak qismiga tortilingan qorin parda varaqlari biroz pastga yo'nalib, chuqur cho'ntak hosil qiladi va mana shu joyni biz katta chavri deb ataymiz. Bundan tashqari yog'on ichakni, ingichka ichakni qismlarini alohida o'rab olgan qorin parda qismlari esa ichaklarning tutqichlari, ya'ni mezo deb ataladi.
Endi mana bu rasmga to'xtaladigan bo'lsak, bu rasm odamni, demak, vertikal kesmasini ko'rinishi aks ettirilgan. Bizda ma'lumki, mana bu bizning bel umurtqalarimiz, mana bu esa qorin pardaning munosabati. Bu qorin parda a'zolarni o'rab, mana tutqichni hosil qilyapti. Bu ichakni ustidan o'rab turgan visseral qorin parda hisoblanadi. Mana bular esa parietal qorin parda hisoblanadi. Qorin bo'shlig'idagi a'zolarni qorin parda bilan munosabati 3 xil amalga oshirish mumkin. Qaysidir a'zolarning 4 tomonidan qorin parda o'ralishi mumkin. Ikkinchi variantda esa 3 tomonidan o'ralishi mumkin va uchinchi variantda esa faqat bir tomonidan o'ralishi mumkin. Endi yuqorida biz ta'kidlab o'tgan edik, laparosentez haqida kindikdan bir necha santimetr pastdan amalga oshirilishi kerak edi. Shu yerda bitta o'ziga xos amalga oshirish zarur bo'lgan joy bor. Ya'ni kindikni terisini bir qo'limiz bilan pastga tortilgan holatda ignani kirgizishimiz kerak bo'ladi. Buni nima ahamiyati bor deyiladigan bo'lsak, muolajani bajarib bo'lganimizdan keyin ignani tashqariga tortganimizda teridagi qorin pardadagi teshiklarni darajasi boshqacha bo'lganligi uchun teri va teri osti yoq qatlami bevosita bizni teshgan teshigimizni yopib qo'yishi mumkin bo'ladi. Agar shuni pastga tortmasak, shunda u teshigimiz to'g'ridan to'g'ri kontakt bo'lib qolganligi uchun ikkilamchi infeksiya kirish ehtimolligini bizga namoyon qilib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari, qorin bo'shlig'ida bir nechta kasalliklarda suyuqlik to'planishi mumkin. Bular jigar sirrozi yoki tuxumdonning o'smalari, o'sma kasalliklarining qorin bo'shlig'i kanseromatoz holatlarida qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlikning miqdori ortib ketadi va mana shu suyuqlikning tashqariga chiqarishlik uchun ham laparosentez amaliyoti bajarilib, bevosita suyuqlikni tashqariga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan edik, qorin bo'shlig'i ikkita qopchaga bo'lingan. Birinchisi kichik qopcha. Bu kichik qopchamiz bursa omentalis, ya'ni chavri xaltasi ham deb ataladi. Chegaralari yoki tarkibiga kiruvchi qismlari haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Qopchamizni hosil qilar ekan jigar, kichik chavri, oshqozon va katta chavrining yuqori oldingi qismlarini da yotuvchi bo'shliq aynan mana shu kichik qopchani hosil qilar ekan. Bu yopiq qopcha bo'lib, faqat epiploik teshik orqali katta qopcha bilan bog'langan bo'ladi. Mana shu kichik qopchamizda 3 ta cho'ntak mavjud. Shulardan birinchisi oshqozon, kichik chavri va jigarning chap bo'lagi orasida yotuvchi chuqurcha hisoblanadi. Ikkinchi chuqurchamiz esa, ya'ni cho'ntagimiz, oshqozon, katta chavrining kengaygan qismi orqali pastga tushishi mumkin bo'ladi. Uchinchi chuqurchamiz esa chap tomonda taloqning hilus, ya'ni darvoza qismini kengaygan taloq chuqurchasigacha davom etishi mumkin bo'ladi. Katta qopcha haqida gaplashamiz. Katta qopcha qorin bo'shlig'ini o'raydigan hisoblanadi. U diafragmadan toki chanoq bo'shlig'igacha yoyilgan va o'zida bir nechta chuqurchalarni saqlar ekan. Bu chuqurchalarning birinchisining nomi subfrenik. Sub degani osti degani, frenik degani diafragma degani. Endi diafragma osti desak ham bo'ladi yoki diafragmaning ostida joylashgan jigarga nisbatan oladigan bo'lsak, supragepatik chuqurcha desak ham bo'ladi. Bu chuqurchada yuqorida diafragma, uning ostida va oldingi qismlarida esa jigar bo'lganligi uchun peritoneal cho'ntak hisoblanar ekan. Va jigarning o'roqsimon boylami yordamida mana shu bo'shlig'imiz, chuqurchamiz o'ng va chap bo'limlarga bo'linar ekan. Ikkinchi cho'ntagimiz subgepatik jigar osti yoki gepatorenal jigar buyrak chuqurchasi deb atalib, muallif nomi bilan Morrison xaltachasi ham deb ataladi. Bu xaltacha oldindan jigar, orqadan buyrak o'rtasida joylashgan chuqurchani peritoneal cho'ntagi hisoblanar ekan. Kichik qopcha bilan aynan epiploik teshik orqali
mana shu subgepatik teshik orqali o'zaro bog'langan bo'lar ekan. O'ng parakolik chuqurcha orqali esa chanoq bo'shlig'i bilan bevosita bog'langan bo'ladi. Uchinchi cho'ntagimizga to'xtaladigan bo'lsak, parakolik chuqurcha yoki Gutters chuqurchasi deb ataladi. U ko'tariluvchi chambar ichak, ya'ni o'ng parakolik chuqurcha va tushuvchi chambar ichak chap parakolik chuqurchalarga bo'linar ekan. Endi sistematik anatomiya kitoblarida keltirilgan ma'lumotlarda Gutters chuqurchalarini lateral cho'ntaklar ham deyishadi. O'ng va chap lateral cho'ntaklar. Epiploik yoki chavri darchasi yoki teshigi haqida gaplashadigan bo'lsak, kichik va katta qopchalarning orasidagi tabiiy ochiq qism hisoblanar ekan. Bu teshik aynan mana shu yerga to'g'ri keladi. Ushbu rasmni to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana bu a'zoyimiz jigar. Jigarimizning oldingi qirg'og'ini yuqoriga ko'tarilgan rasmi bu. Mana bu a'zoyimiz oshqozon. Bizga ma'lumki, jigardan oshqozonning kichik egriligiga tortilingan boylamni kichik chavri deb atadik. Va bu chavrilarni lotincha nom bilan ataydigan bo'lsak, ligamentum hepatogastrika, ligamentum hepatoduodenalis deb ham yuritiladi. Aynan mana shu kichik chavrining chekkasida lateral qirg'og'ida foramen omentalis yoki foramen epiploika joylashgan bo'ladi. Rejaga asosan bugungi darsimizning ikkinchi qismi qizilo'ngach haqida to'xtalishimiz kerak. Qizilo'ngach ezofagus deb atalib, uning uzunligi halqumdan boshlanib toki oshqozongacha davom etib, taxminan 25 santimetrni o'z ichiga oladi. U muskulli a'zo hisoblanib, qorin bo'shlig'idagi qismi bor yo'g'i 5 santimetrni tashkil qiladi va u joyni pars abdominalis ezofagus deb ataladi. Xo'p, qorin bo'shlig'ida diafragmaning o'ng oyoqchasi orqali qorin bo'shlig'iga kirib boradi. Qizilo'ngachning terminal qismi, ya'ni yakuniy qismida silliq muskullar aylanasiga qavatida fiziologik qizilo'ngach sfinkterini hosil qiladi. Aynan mana shu sfinkter ovqat yoki boshqa gaz massalarini qizilo'ngachga oshqozondan o'tmasligini ta'minlab turadi. Uning qisqarishi ovqatni ortga harakatini oldini oladi. Ma'lumki, gastroezofagal birikmada qizilo'ngach teshigida tashkil etuvchi diafragma muskullari qizilo'ngach sfinkteri singari ishlar beradi. Qizilo'ngach haqida to'xtaladigan bo'lsak, qizilo'ngach quyidagi 3 ta qismga bo'linadi. Bo'yin qismi, qizilo'ngachning ko'krak qismi va qizilo'ngachning abdominal qorin qismlariga tafovut qilinadi. Qizilo'ngachning galatopiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, galatopiya nima degani? A'zo qaysi bo'shliqlarda joylashgan degan ma'lumotni bizga berish kerak. Aynan qizilo'ngach bo'yinda ham, ko'krakda ham qorin bo'shlig'ida joylashganligi uchun uning galatopiyasi bo'yin, ko'krak va qorin bo'shliqlariga to'g'ri keladi. Skeletatopiya degani nima degani desa, aynan mana shu a'zo qaysi suyaklarning qaysi sathida joylashgan degan savolga javob berish kerak. Bizga ma'lumki, bo'yinning 7-umurtqasining yuqori qirrasi hamda ko'krakning 11-12 ko'krak umurtqasining tanasigacha davom etuvchi a'zo aynan qizilo'ngach hisoblanadi. Mana shu rasmda bizni qizilo'ngachning ko'krak qismi ko'rsatib o'tilgan. Ikkinchi rasmimizda esa qizilo'ngachning ko'krak qismi, birinchi rasmimizda qizilo'ngachning bo'yin qismi, uchinchi rasmimizda esa qizilo'ngachning qorin bo'shlig'ida joylashgan qismi ko'rsatib o'tilgan. Qizilo'ngachning sklerotopiasida to'xtaladigan bo'lsak, mana 7-bo'yin umurtqasining yuqori qirrasidan boshlangi mana va davom etyapti bo'yin qismi mana va pars cervicalis deb ataladi. Ko'krak bo'shlig'i boshlandi, davom etyapti va diafragmadan o'tgandan keyin mana bu qism esa pars abdominalis, ya'ni qizilo'ngachning qorin qismini tashkil etadi. Mana bu rasmda ko'radigan bo'lsak, qizilo'ngachni atrofida joylashgan a'zolarni, ya'ni sintopiyasi haqida to'xtalgan. Qizilo'ngachni teng ikkiga bo'ladigan bo'lsak, yuqori yarmini oldingi tomonini traxeyaning orqa devori egallab turadi. Orqa tomonini esa butun ko'krak umurtqasining tanalarini oldingi devori tashkil qiladi. Qizilo'ngachning pastki yarmini esa old tomondan
yurak egallaydi. Chap tomondan esa yarmida yurakdan chiquvchi katta qon tomir aorta descendensning ko'krak qismi tashkil qiladi. Bundan tashqari qizilo'ngachning atrofida bir nechta nerv tomirlari, vena qon tomirlari ham joylashgan bo'ladi. Qizilo'ngachda 3 ta anatomik va 2 ta fiziologik toraymalar mavjud bo'ladi. Anatomik toraymalarning birinchisi faringeal torayma deb ataladi. Bu faringeal torayma deyilishligi sabab bu yerda constrictio pharyngoesophagealis degan toraymamiz joylashgan bo'ladi. Bu toraymaning paydo bo'lishligi uchun aynan musculus pharyngoesophagealis degan muskul ishtirok etadi. Bu muskul fiziologik jihatdan va anatomik jihatdan qizilo'ngachni biroz aynan shu qismida torayishiga olib kelar ekan. Ikkinchi torayishimiz traxeyaning ikkiga bo'linib, bronxlarga bo'lingan joyga to'g'ri kelib, shuning uchun uni bronxial torayma deb ataladi. Uchinchi toraymamiz esa qizilo'ngachning ko'krak qismidan qorin qismiga diafragmaning teshigidan o'tayotgan joyda hosil bo'lganligi uchun diafragma toraymasi deb ataladi. Fiziologik toraymalarimiz ikki xil bo'ladi. Aorta toraymasi va kardial toraymalarni o'z ichiga oladi. Bular bevosita quyidagi umurtqalarni sathiga to'g'ri keladi. Uchinchi rejamizdagi mavzuyimiz bu oshqozon haqida gaplashishimiz kerak. Oshqozon bu hazm trakti ichidagi eng kengaygan hazm traktining a'zosi bo'lib, u oshqozon osti bezi, taloq, buyrak, chap buyrak usti bezi, ko'ndalang chambar ichak va ko'ndalang chambar ichakning tutqichi hamda diafragma tomonidan hosil bo'lgan oshqozon to'shagida joylashgan bo'ladi. Oshqozon qorin parda bilan to'liq qoplangan bo'ladi va qorin sohasining chap gipoxondrik hamda epigastral sohalarida joylashgan bo'ladi. U katta va kichik egriliklar, oldingi va orqangi devori, kardial, pilorik ochilish joylari hamda kardial va burchak o'ymalaridan tashkil topgan bo'ladi. Oshqozon lotinchasiga ventriculus deb atalib, galatopiya haqida to'xtaladigan bo'lsak, u qorin bo'shlig'ida, ya'ni cavitas abdominisda joylashgan bo'ladi. Regio gipoxondrika sinistra hamda regio epigastrikada joylashgan bo'ladi. Sintopiya haqida to'xtaladigan bo'lsak, oshqozonning oldingi devorida mana bu rangda ajratilib ko'rsatilgan joyga jigar tegib turadi. Yashil rangda ko'rsatilgan joyimizda diafragma tegib turadi va mana bu qizg'ish rangda esa qorinning oldingi devori tegib turadi. Oshqozonning oldingi devorini ko'radigan bo'lsak, yashil rangga taloqqa tegib turadi. Mana bu ko'kimtir rangda esa chap buyrak usti bezi, mana bu qizg'ish rangda chap buyrak tegib turadi. Mana bu jigarrang rangda esa oshqozon osti bezi tegib turadi va ko'kimtir rangda esa ko'ndalang chambar ichak tegib turadi. Mana bu qism esa qorin bo'shlig'ida erkin hech narsaga tegmasdan turadi. Oshqozonning qismlariga to'xtaladigan bo'lsak, oshqozon 4 ta qismda tafovut qilinadi. Birinchi qismi kardial qismi hisoblanadi va bu lotinchasiga pars cardiaca deb ataladi. Ikkinchi qismimiz esa fundus qismi, ya'ni tubi, fundus ventriculi deb ataladi. Uchinchi qismimiz bu eng katta qism hisoblanib, oshqozon tanasi corpus ventriculi deb ataladi. Va to'rtinchi qismimiz esa pars pilorica deb, pilorik qism deb ataladi. Oshqozonda katta egrilik va kichik egrilik mavjud bo'ladi. Kichik egrilik curvatura ventriculi minor, katta egrilik esa curvatura ventriculi major deb ataladi. Oshqozonning shilliq qavatini ko'radigan bo'lsak, shilliq qavatida oshqozon kanallari joylashgan bo'ladi va u kanali gastricus deb ataladi. Bu yerdan biz iste'mol qilgan ovqat tarkibidagi suyuqlik tezlik bilan oqib 12 barmoqli ichakka o'tib ketishini ta'minlaydi. Va antrum piloricum degan qismda esa o'ziga xos joylashgan. Oshqozonning turli qismlarida shilliq qavatning relyefi turlicha joylashgan bo'ladi. Oshqozonning devorlarini ko'radigan bo'lsak, oshqozon asosan 4 qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi qavati oshqozonning shilliq qavati. Oshqozonning shilliq qavati tonika mukoza deb ataladi. Bu yerda juda ko'p shilliq hamda oshqozon sokini ishlab chiqaradigan hujayralar joylashgan bo'ladi. Oshqozonning shilliq osti qavati esa shilliq qavatni qon bilan ta'minlovchi va mustahkamlovchi tuzilmalar joylashgan bo'ladi. Oshqozonning muskul qavati, tunika muscularis esa
uch qavat muskullarni o'z ichiga oladi va eng tashqaridan esa oshqozon seroz parda, tunika seroza bilan o'ralgan bo'ladi. Oshqozonning muskul qavatlari bo'ylama muskullar hamda sirkulyar muskullar hamda qiyshiq muskul tolalaridan tashkil topgan bo'lib, ushbu muskullarning o'zaro munosabatda ishlashi natijasida oshqozon ichidagi ovqat massasini keyingi qismga o'tishini ta'minlaydi.